O'zbek shou-biznesi olamining taniqli vakilasi aktrisa Durdona Qurbonova haqida hozirgina shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Durdona Qurbonova yangi mashinasining imkoniyatlari haqida so'zlab, uni bemalol ikkinchi uyim deb atash mumkinligini aytdi. Mashinamga chiqqan ko'pchilik insonlar mashinangiz xuddi uyga o'xsharkan deyishadi, chunki unda televizor, muzlatgich, dazmol va fenlardan foydalanish uchun barcha sharoitlar bor. Kiyimlarimni joylashtirish uchun juda ham qulay. Rostdan ham mashinam mening ikkinchi uyim. Uyimda ko'proq vaqtimni mashinamda o'tkazaman, dedi aktrisa. Durdona Qurbonovaning ta'kidlashicha, suratga olish jarayonlarida bunday qulayliklar unga ayniqsa zarur. Mashinada kiyimlarni tartibli saqlash kerak bo'lsa, yo'l-yo'lakay kiyim almashtirish uchun ham barcha sharoit yaratilgan. Syomkalarda menga aynan shunday sharoitlar juda kerak bo'ladi. Kiyimlarimni saqlash, orqa qismida bemalol kiyim almashtirish uchun ham hamma imkoniyat bor. Havas qilgan hammaga shunday ikkinchi uylar nasib qilsin, deya qo'shimcha qildi u. Aktrisaning ushbu gaplari kuzatuvchilar orasida ham qiziqish uyg'otdi. Ko'pchilik izohlarda yangi mashinaga havas qilganini bildirib, bizga ham shunday barcha sharoitlar bor ikkinchi uylar nasib qilsin deya niyat qilishgan. Durdona Qurbonova haqidagi barcha fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.